Ha, fermer. Uyda qo'y boqyapsiz, bizga o'sha. Qo'ylarga qo'chqor qo'shyapsiz. Lekin qochmaganini bilmayapsizmi? Men sizga zo'r lifehack o'rgataman. Videoni oxirigacha ko'ring. Lifehack shundan iboratki, bu tort pishiradiganlarni, xom ashyolarni sotadigan magazinlarda sotiladigan Xitoy rang qo'chqorni to'sh qismiga, qorin qismiga surtab qo'yilsa, qo'chqor qo'yga irg'igan paytda qo'yda shu rangni izi qoladi. Shundan bilsak bo'ladi, qochmadi desa. Faqat yana bitta ma'lumot, ko'p qo'y borlarga bu qiyin bo'ladi, chunki bitta rang 3 ta yoki 4 ta qo'yga yetadi xolos. Shuning uchun e'tibor beramiz. Uyda qo'y boqadiganlar, ozgina qo'y boqadiganlar uchun qo'chqorni kimdandir olgan, qochmadisini bilmayapman, o'ziga tekshirtirishim kerak, endi nima qilishim kerak degan savolga mana shu rang javob bo'ladi. Bu xavfsiz rang, pishiriqlarga, tortlarga qo'shiladigan rang hisoblanadi. Qo'chqorni to'sh qismiga surtib qo'yamiz. Bo'ldi, shu bilan xudo xolasa natijalarini ham ko'rsatamiz. Bu videoni chorva ishqibozlariga yuborib qo'ying. Like bosing, komment yozing, bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting.